Demak, aziz do'stlar, bizga oxirgi paytlarda juda ko'p murojaatlar kelib tushyapti. Nimaga videolaringiz tiniq emas deb. Sizlarga shuni ko'rsatib qo'ymoqchiman. Videoni boshlab, mana burchakda bor. Mana avto kачествоni высокий качествоga o'tkazib qo'ysanglar, настройкаlardan, YouTube настройкаlardan bemalol videolarni tiniq formatda ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, xuddi shu narsani bosib avtodan высокий качествоga YouTube bu yerda 360 720 qilib qo'ydi, shuni hisobiga xira ko'rsatadi. Tushuni oyog'ingizni. Unaqa qiling, hechgacha asabiy yetish kerak banda. Oling. Yo'q, mana bular endi qanday qilib ikkinchi olib bormayman chiqatga boru. Shunaqa holat ham bo'ladi. Sog' bo'ling. Вообще qaysar bolaga o'rtoqlar, вообще. Umuman yo'l bo'yi xullas efirdan olganimga afsuslanib ketdim, zakazda to'g'risini aytsam. Olmasam bo'lar ekan. Xullas aziz do'stlar, biz navbatda keyingi zakazni 1 kilometr 700 metrdan 11 kilometr 390 metrga 37 ming bilan komfort tarifdan oldik. Va o'zimizdan xudo xohlasa bugun 10-may, soatimiz 11 dan 38 daqiqa o'tdi. Ko'rib turganingizdek, biz o'z ishimizni boshlab oldik. Sizlar bilan bo'lsa, ko'rishib turganimizdan qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, juda ham xursandmiz. Qadrli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar, xudo xohlasa aytganimizdek, bugun 10-may, kecha 9-may, kecha unaqa zo'r ishlamadik, chunki oilaviy ishlar chiqib qolib, boshqa bu o'shalar bilan ovora bo'lib qoldik va undan keyin kech qolib ketdik. Bugun bo'lsa, mana xudo xohlasa, ertalabdan bo'lmasa ham ishga chiqib oldik. Bugun xudo xohlasa biz efirdan zakazlar olib ishlamoqchimiz. Efirdan hozir. Alo. Da ishlama. Ha? Kim bu? Eshityapsizlar mana. Na salom, na ali. Kelyapsizmi? Endi zo'r emasmiz u. Просто yoqmaydigan joyi, so'rashiyo boshqa kelyapsizmi? Qanaqa tushunish mumkin buni? Mayli. Kayfiyatni buzmaymiz, aytganimizga biz bugun xudo xolisa efirda ishlab, efirdan zakazlar olib sizlarga obzor qilib berish niyatida chiqqanmiz. So'zchilar davom etinglar. Bunga dop funksiya qilib salon bagajdan ko'rsatishlar kerak bunaqa narsalarga. Sizlar ko'rsatmagansizlar bu narsani. Boshqa hech ham iloji yo'q. Bizlarda hamma haydovchilarda gaz balon bor bagajda. O'shaning uchun bunaqa yuklarga ikkita bagajni aniq qilish kerak-da. Bu yerda hozir 5 kishining narsasi bu yerda. Xo'sh aziz do'stlar, ko'rdinglar o'zinglar, sig'maydi. Faktiski sig'maydi, hech qanaqasiga sig'maydi, hech qanaqasiga. Uklon operatorlarga telefon qildik, bo'lgan holatda aytdik. Dop funksiya salon tanlagan taqdirda ham bu narsalar salonga ortib bo'lmaydi dedik. Ular bizga kompensatsiya qilib 6000 so'm balansimizga tashab, hozir undan tashqari yo'lovchi bilan bog'lanib, ularga ham tushuntirib o'tamiz deyishdi bu narsani. Hatto buni yo'lovchiga emas, balkim shunaqa ishlayotgan haydovchilarga shu narsani aytish kerak, chunki xolasa xolamasa sig'maydi o'rtoqlar bu narsa. Sig'maydi. Hurmatli haydovchilar, ortmanglar. Bagajiga reglament bo'yicha bitta katta yoki ikkita kichkina chamadon. Ya'ni o'sha siz anaqangizdan oshib ketmaydigan normada. Bu o'zingizga yaxshi, misol uchun, faqatgina menga emas u. Reglament bo'yicha ishlayverish kerak. Va o'zimizga 600 metrdan 1 kilometr masofaga keyingi zakazni oldik. 10 ming so'mdan mana ko'rasizlar. 3 kishi, yana bitta bolasi, yana shuncha narsa. Bu xolasangiz, xolamasangiz o'pshi 4 kishi bo'lib ketyapti. Sig'maydi bu narsalar o'rtoqlar. Hurmatli haydovchilar, hurmatli hamkasblar, shunaqa anaqa bilan mayli pul bo'ladi deb ishlayotganlar, sal ozgina o'ylaylar misol uchun. Bu narsalar timol yerda turib ko'rayotgan bo'lsangiz, salonga sizni o'sha mehnatingizga olingan chexolingizga, mashinangizga kir qilishiga arzimaydi bu narsalar. Timoli bu bo'lmaydigan narsa. Bular Yujniy vokzalga ketishyapti-da. Shoshyaptimi, qo'shtiradi pulini kerak bo'lsa. Yoki de bo'lmasa boshqa taksi chaqiradi. Spasibo. Klient degan mana shunaqa bo'lsa, chiqdi, ortiqcha narsasiz, boshqasiz, ortiqcha gapirgani ham yo'q. Naborot, konserner yoquvligini ko'rib, xursand bo'lib, nima deydi,
konditsioner funksiyasini ham qo'shaymi dedim, aytdim kerak emas, shu gaping o'ziga ham rahmat. Boriga shukr. Mana bizga yonimizdan keyingi navbatdagi zakaz turgan ekan 800 metrdan 1 kilometr 540 metr masofa, 1,5 kilometrga navbatdagi zakaz oldik. Zakazda ketini uzmasdan, ovqatni sovutmasdan deydi-yu, ketini ulab, xohlasa. Va shu 3-efirdan olinayotgan zakaz. Nimaga endi efirdan, nimaga endi videolar chiqarmay qo'ydingiz deganlarga to'g'risini aytsam, yengillik qilishga harakat qilib yuribmiz, nimadir yengilliklar bo'lsin deb. Endi imkon qadar, imkonimizda boshqa narsalar yo'q. Misol uchun imkon bo'lsa biznes tarifda o'sha rent-a-car deydimi, boshqa deydimi, mashina olib haydab video obzor qilib bergan bo'ladi. Imkon bo'lsa premier tarifda, hatto bu mashinalar o'zimizda bor. Mana yaqinda ham Telegram kanalimizga qo'ydik. Kichkina ukam Leap Motors C01 oldi. Uni men taksi parkdan qiziqsam 2023-yildan boshlab premier tarifga o'tar ekan. Adamizda BYD Chazor bor misol uchun biznes tarifga o'tadigan. Lekin ular nima deydi, ko'pchilik nimaga olib chiqmaysiz, nimaga ko'rsatmaysiz degan savollar berishgani uchun aytib o'tib ketaman, ular xohlashmaydi taksichilikda bu mashinalar chiqishini. Shuning uchun nima deydi, narsa ularniki, ular yo'q deyishdimi, biz olib chiqa olmaymiz. O'zimizda xudo xolisa, Alloh nasib qilsa, imkon bu biz ham olib qolsak, xudo xolisa, обязательно agar o'sha vaqtgacha asabimiz yetsa, o'sha vaqtgacha kira qilishga xohishimiz bo'lsa, biz shu mashinalarni haydash nasib qilsa, sizlarga xudo xolisa video obzor qilib beramiz. Ungacha bo'lsa imkon qadar shu nasib qilgan mashinalarda xudo xolisa sizlarga video obzor qilib, qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Нам назад лучше, да? O'shangiz do'stlar, yetib keldik. Summamiz 11 ga 2. Nimaga 11 ga 2? Chunki uklon bizda anaqani nima deydi, tushirib qo'ygan. Shuni hisobiga hozir mana navbatda keyingi zakaz bor ekan. Momentda Abdurufitratdan Poliklinika O'sh Boysun ko'chasiga ekan. 1,5 kilometrga 1,5 kilometrdan 3 kilometrga ega. Uni olish niyatimiz yo'q, chunki Muxtor Ashrafiy ko'chasiga hozircha o'tish niyatim yo'q. Bu yerda hamma kerak emas zakazlar, o'shaning uchun mana shu pakashto kalta zakazlarni bonuslar bilan qo'lga kirgizib olsa, u hamma. Bo'shim. Могу ли на карту вам перевести здесь? Немножко. Если что, есть у меня. Спасибо вам, удачи, берегите себя. Xo'sh aziz do'stlar, navbatdagi zakazimizni 28 ga 2 edi, 30 ming edi, lekin klientimizga 2 ming kerak emas dedilar. Shunda 30 mingga rozi bo'ldi. Shu bilan birgalikda biz 32 mingga bilan olib ketishgan bo'ldik. 6,5 kilometr masofaga. Homilador ayol ekanlar. Ya'ni nima demoqchiman? Chiqishlari bilan endi gapirmoqchi bo'lgan ekanlar, uni yo'l davomida gapirdilar. Endi aytmoqchi edim, akkuratni haydab iloji bo'lsa olib borib qo'yarsiz demoqchi edim dedi. O'zingiz shunaqa haydab ketyapsiz. Rahmat kattakon. Men komfort tarif zakaz qilmagan bo'lsam ham, ekonom zakaz qilgan bo'lsam ham, ya'ni komfortdan ham yaxshi olib borib qo'yasiz deb xursand bo'lib qoldilar. Bu gap faqatgina tarifda emas, to'g'ri, ba'zi bir mahallada jahl qilib yuboramiz, boshqa qilib yuboramiz, ortiqcha gaplar gapirib yuboramiz, o'tkazib yuboradigan joylarimiz bo'lib qoladi. Lekin qo'ldan kelgancha har bir insonni manziliga ehtiyotkorlik bilan yetkazib qo'yishga hamisha harakat qilib kelganmiz. Bizga bo'lsa hali keyingi zakaz kelib tushgani yo'q. Efirda bir qancha yaxshi zakazlar turibdi. Mana men misol uchun mana shu zakaz menga rosa yoqyapti. Ozgina uzoqdaligini hisobga olmasa 507 kilometrga 25 ga 2, 27 ming. Ya'niki Olmos mahallaga olib boradigan zakaz. Bular bo'lsa o'sha sentrga olib chiqadigan zakazlar. Qo'pol qilib aytganda, xuyoviy kasb egalari ko'payib ketgan hozirgi mahalda aziz do'stlar, sizlarga shuni aytib o'tib esdan chiqyapti. Juda ko'p duch kelman taksichilikda va internetda bu narsani juda ko'p kuzatyapman. Ko'pchilik aldanib qolyapti. Ya'niki hozirgi mahalda motivatorlar ko'payib ketgan. O'zi shu narsaga erisha olmagan bo'ladi, lekin motivator, psixolog, lekin surishtirsangiz o'zini oilasi, o'zini hayoti, o'zini turmush tarzi bir tinmayotgan bo'ladi. Qolganlarga lekin o'zidan kimdir yasab olib,
Bu g'iybat emas, bu ayni haqiqat. Sizlarga aytmoqchi bo'layotgan narsam shunaqa narsalarga aldanib qolib yurmanglar. Mana men hozirgi klientim manda 5 ta uy bor, 4 ta uy bor, unaqa bunaqa, mana men mamnaq qilganman degan narsani o'zi noto'g'ri. Chunki siz yoki men emas, buni Alloh qilyapti. Biz faqat nima deydi, harakat qilamiz. Alloh bermasa bo'lmaydi. Ya'ni shotni shuni o'zida nima deydi, men deyaptimi, manlikni o'zi bu. Keyingi masala bu, men bu klientni bir necha marta tashab qo'yganman, bilaman qanaqaligini. Oilasi ma'nosida emas, ya'niki 5-6 marta mana shu uklondan ketmay tushgan bu klient menga. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam, aldanib har xil narsalar qilib yurmanglar o'rtoqlar. Har xil bunaqa psixologlarga, motivatorlarga yo'q. Ibodatda bo'lish kerak, Allohdan so'rash kerak. Yaxshi o'sha o'z-o'ziga o'sha dinimizda kitoblar bor, shularni o'qib, ana o'sha yerdan o'zingizga nima deydi, motivatsiyalar olsangiz bo'ladi. Bunaqa motivatorlar bir tiyin aldanib yurmanglar aziz do'stlar. O'zimizga navbatda keyingi zakazni qabul qildik. Ozgina summasi arzonroq bo'lsa ham aziz do'stlar, lekin shu Kadishovaga qaytib boramiz. Ya'niki o'zimizga bitta diapazon qilib 2-3 kundan beri shu efirdan olib ishlayapmiz zakazlarni. Buni ham navigator Yandexga o'xshaganmi deb so'raganlarga xuddi shunaqa, mana Yandex navigatordan faqat men foydalanaman. Ozgina anaqasi bor. Ya'ni klient oldiga o'zi boshlab boradi. Nimaga uraman? Siz urishib berdingiz-ku meni. Assalomu alaykum dedim. Va alaykum assalom. Mana yana ko'rsatib qo'ying. Namchivarlar janjal qilasiz. Voy to'g'ri. Kurs bersa maylimi? Mana chiqayotgan joyingiz, astroka bilan berib qo'ygan joyingiz mana karzinga. Ko'rdingizmi? Telefon nomerini ham o'zgartirib qo'yish kerak iloji bo'lsa. Sizga jahl qilganmi? Nima shantaj qilasiz hozir? Boshqa nomer berdingiz. Yaxshi. Yo'q, qanaqa sizga. Mana buni ko'rasizmi? Hozir ochamiz, agar jahl qilmagan bo'lsam-chi? Yo'q, jahl qilmagan bo'lsam-chi? Yomon shantaj qilasiz, lekin qo'yil qoldim men. Men sizga shantaj qilmadim. Yaxshi ham mana shu kamerani qo'yib qo'yganman, subhanalloh. Men shantaj qilmayman. Xo'sh o'rtoqlar, bu klientimizdan ham qo'ylu ko'prik tagiga tashladik. Shu vaqtgacha mana 18 ta zakaz qilamiz, 160 kilometr masofa yuribmiz. Hozir tak qora ochdi. Uyga yaqin joyda bo'lganimiz uchun uyga kirib ovqatlanib chiqishga qaror qildik. 18 ta zakaz bizga komissiyalarni olib kelganimizda 366.175 so'm bo'lar ekan. Pakashdi, xolos ovqatlansin. Yana qaytadan liniyaga chiqamiz. Eng qizig'i bo'lsa, cho'ta oxirgi paytlarda yo'q gaz zapravka nito bilmayman, qancha постоянно bo'ladigan gazim yoki mashinam ko'p расход yeydigan bo'lib qoldimi? Konditsioner hisobiga o'tsangiz ham babul unchalik bo'lishi kerak emas. Xullas bitta yashil palki yonib qoldi. Shuning uchun hech bo'lmaganda bir 60-70 millik gaz quyib olib yana ishga chiqishimiz kerak o'rtoqlar. Bu tarafda qayerda? Karmashkan yonida turmoq aka, asosiy yo'lda. Button karvash bor-ku, shu yerga chaqirgandim. Qayerga? Button karvash. Mo'ka. Qanaqa button karvash? Mana yo'lda betida mo'ka bor-ku, san mo'ka. Qayerda edi u? Ha? Shu mana shu turma shu yerda. Atrofingizda nima bor? Yo'l bor, yo'l. Kafe, restoran, Hammasidan bor. nomi. Hatga chaqirganda o'zi bilmaydi o'rtoqlar, naryoqda turibdi. To'g'risini aytsam, joyi ham ichish xohlamadim, chunki ichgan odamman, hayronman. Nima qildik? Endi biz zakazni atmay qilamiz biz. Va shu bilan klonni jo'natib qo'yamiz. Klon tarafdan ham atmay bo'ldi. Xullas to'yganmiz deydi-yu bunaqa klientlardan. Yaqin mana shu 1 oy, 1,5 oy ichida bunaqa klientlar yo'q edi. Oxirgi kunlarda mana shu hayda bo'lib qolishdi. Mana kompensatsiya ham tushdi bizga shu. Mana soati bilan biz ishni boshladik, xudo xolasa. Efirga qaytib zakaz tanlaymiz, olamiz. Xo'sh o'rtoqlar, biz mana nihoyat o'zimizga ikkinchi smendagi birinchi zakazni oldik.
21,5 minsin 1 kilometr 640 metrdan tushganini ko'rishingiz mumkin. Hozir kelib qoldik klient oldiga. Shu zakazni olish uchun lekin yarim soat vaqtimiz ketdi, chunki boyagi zakazdan keyin boshqa zakaz bizaga tushadigan bo'lmadi. Balkim agar liniyaga chiqsak bergan bo'lardi, lekin liniyaga chiqmasdan efirda ishlab sizlarga obzor qilib berish niyatida edik. Shuning uchun sekin chidab ishlayveramiz. Hozir mana Zo'r TVning bu tarafiga Elbek ko'chasiga borib, u yerdan hozir klientni olib Farg'ona yo'liga qaytamiz. Xo'sh, zakazimizni yop bo'ldik aziz do'stlar. Keyingi zakaz yaqinroqdan bor ekanmi? Bor ekan, lekin bizga summasi sal kattaroq zakazlar kerak. Mayda-chuyda emas, bir 30 millikdan yana bir 10 ta qilsam, вообще pushka petardi, raketa, kalotushka. Hammasi o'tib ketardi, asha cho'tka o'tib ketardi. Nima deysizlar shunga o'rtoqlar? Yaxshi niyat yarim mola. Yoki 20 millikdan bir 10 ta, 15 tami yoki. Xo'sh o'rtoqlar, bizga Nukus ko'chadan navbatdagi zakaz kelib tushdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Yujniy vokzalga klientimiz qani. Xo'sh. Zakazimizni yop bo'ldik. Yujniy vokzalga yetib keldik. Qoplonbeyga bor ekan zakaz. Qoplonbeyga lekin bormaymiz. Shuning uchun kerak. Xo'sh o'rtoqlar, 43.500 bilan Yunusobodga kelib oldik. Syomka qilish esdan chiqibdi. Mana tak. Koeffitsiyentlar ancha ko'tarildi, zakazlar ancha sal narx-navo yaxshilandi. Повышение ko'rishingiz mumkin, qizillashdi demoqchiman. Nima deymiz, xolos ishlashda davom etamiz. Bizga bo'lsa 17,5 ming plus bilan Yandexdan Samarqand Darvoza Diamond Hallga 23 kilometrga 55 daqiqalik yo'l ekan. Zakazimizni qabul qildik. Qadrli do'stlar, xudo xohlasa soatim 5 ta 29 daqiqa o'tdi. Bugun haftaning chorshanba kuni 14-may. Tak, uklondagi rezultatlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tiramiz. Общий biz o'sha kuni xudo xohlasa 300 kilometr bilan yurdik. Bizga qolgan pul bo'lsa 547 mingmi, shunaqa atrofida bo'ldi. Rasxodlarni aytib berganimizda, boshqa qilib berganimizda. Va endi ko'rib turganingizdek biz Yandexdamiz aziz do'stlar. Yandex bloklab qo'ydimi? Nimaga Yandexda ishlamayapsiz? Yana bir qancha har xil sabab ko'rgan insonlarga yo'q, shunchaki biz yengillik qilish ma'nosida bir uklonni ko'rsatib berish niyati bilan biz uklonni ishlagandik. Yandex bizdan hech qanaqasiga blok qilgani yo'q va xudo xolasa hozir переговор ishlarini olib boryapmiz. Qanaqa переговор ishlari bu? Переговор ishlari xudo xolasa Yandex bilan bog'liq. Agar Alloh nasib qilsa, uchini aytib o'taman. Smart taksi qolganda bo'lsa, kuzatishda davom etinglar. Hozirgacha bo'lsa 5 ta zakaz 212 ming so'm bo'ldi. Mana orada ancha kun biz Yandex ishlamadik va undan tashqari mana tak 23 kilometrga 56 daqiqa. Samarqand Darvoza. Xo'sh, 68.048 daqiqa summamizni Спасибо за yetib поездку. keldik. Заказ будет оплачен наличными. Yomon emas, yaxshi. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили Biz xudo бумаги xolasa с ishimizdan davom ettiramiz. Sizlar bo'lsa kuzatishda kanalimizga o'z hissalarini qo'shib, layklarni bosib, podelitsiya qilib rivojlanishida yordam berishingizni so'rab qolamiz. Qadrli do'stlar, bugungi ish jarayonimizni xudo xolasa tez kunlarda ko'rib qolasizlar. Hozirgi videoni bo'lsa eng yaqin do'stlaringizni tarqatib, o'zingizlarni maslahatinglarni Yandex Smart Taxi haqida fikrlarni qoldirib ketinglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.